222 حديث عن عبد الله بن مسعود قال إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله. عبد الله بن مسعود خبرته ayta agardi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan, agar birarigiz Allohdan nidir so'ray ekan, ya'ni Allohga nidir so'rab duo bilan murojaat etar ekan, shu duosin Allohga xot bo'lgan, Allohga to'g'ri kelgan ismlar, maqtov ismlari bilan Allohga maqtov bilan boshlasin shu duosin. ثم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Shundan so'ng Allohni maqtagandan so'ng payg'ambarimizga salovat aytsin. ثم لا يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح. Shundan so'ng payg'ambarga salovat aytgandan so'ng shundan so'ng endi Allohdan o'zining hajatin, o'zining kerak narsasini so'ray boshlasin. Agar u shulay ishlar ekan, shu duoga javob berga ul haqliroq. Ya'ni shu duoga Allohning javob beruvini javob beruvi nechik bo'ldi? Nechik bo'ldi? Ya'ni umidi ko'proq. Ya'ni Allohning shu duoga javob beruvi javob beruvini bu kishining haqqi ko'proq. Shunga ko'ra bu hadisdan chiqib aytamiz nechik, agar biz Allohga duo bilan murojaat etamiz ekan. Ta'ala. Ejlis. Allohga agar biz duo bilan murojaat etamiz ekan, shu duoga javob olasiz kelsa, birinchi Allohni maqtaymiz. Onun ismlari bilan, onun go'zal ismlari bilan, shundan so'ng Allohni maqtagandan so'ng payg'ambarimizga salovat aytamiz. Ham shundan so'ng endi o'zimizning hajatimizni Allohdan so'ray boshlaymiz. Ham bu duoga javob keluvini ehtimol ko'proq. Bu duoga Alloh javob beruvini umid ko'proq. Anladingizmi? Davom etamiz.